Karkar öy cihazları, elektron uskunları çekiş şirketi alayida qo'llagan. Küldür küldür, elni güldürer. Özler edim, kız aldım, altındaki bala. Varsam aşığına Hiç nimeden korkmayman, bekmi isil kudam var. Açılıkla uçtu. Xotun anısını tüketті, ıskam am, eştet işlattım ben bana. bayıt tutup evettiğin Bu taş mı düşürdüğün bir şığıllık, saylık tapamıgandık, meni öteyim şu kaptan abi taş. memnun bulup sayrayını O sizin o şipon tuhallık o bir neriniz men bir təret qılğıl kırpıdı. Çoğun ustamdan sizge Ahmet Kavus kelse, mana muşunda adliyle iş. Halkının ağzını açtı. Küldür, elni güldürer. Onda olsa qızğın alqışlarımız bilan təkliflik mehmonlarimizni sahnaga taklif qilsak, marhamat. Havaga parvaz qilgan lochin balasi, lochinlarga so'qtirmagan bulbul balasi, hurmat bilan kuch akaldiq o'g'il anasi, izzat bilan qabul qilsin qizning anasi. Yağlığımdan uçuda bir tutam gül sakladım. Her taraftan kelividi, hiç kişiye bakmadım. Etivalap zortup, özleriyle sakladım. Tallap çekip, tallap aldık biz. Özür edim, kızıl gülünü yulup aldık biz. Soraydı o el yulup algan nenin balası? Kızıl yüzlük, özü onluk, lopnur balası. Asla çintaksıge sasla, koymaydak eritip, hizmetlerine sasla. Bazaladım, at aldım, sağırsı ala. Özür edim, kız aldım, altındaki bala. Biri kakıp, biri Zeynep kamışıp kala. Karagayının yelimidek yemişip kala. Bizning bağda çılan ba, çılan tüyde yılan ba. Hiç nimeden korkmayman, bekmi isil kudam ba. Kabaş geldi, Lokturdan çegiçeyi koşulup, namı çıktı cahanga, turar günde toşulup. Kızıl gülüm kartudinin balası kanda kılay ey gözümün karası Anlar yasap çınlarsam aşığına takıyar idi yüreğimnin yarası Anlar yasap çınlarsam aşığına takıyar idi yüreğimin yarası Lamalı kapları getti bulum sirikmeyler, doğulup üsken yurdum. Kızıl gülüm sen yardıma gelgende, kanat takap, laçın olup da uçtum. Kızıl gülüm sen yardıma gelgende, kanat yasam, laçın olup da uçtum. Yar sana koşak adiyem Anlam sen avazimni Dün geçip haydimen Dengeç kıldım mazimni Onluk tüylerge kattim Aşığım ni sen için Bayit tutup evettin Sen mi koşup men için Mumluk tüylerge kattim Aşığım sen için Bayit tutup
qayrilib bakmaydı. Yar qayrilib bakkanda yüreklerim yayraydı. Bu yarımga karaymen, karap toymaymen. Kızılgüldek yarimga meftun bulup sayraymen. Şu yarımga yarga karaymen, karap koymaymen. Kızılgüldek yarimga meftun bulup sayraymen. Kızılgüldek yarimga meftun bulup sayraymen. Salam, Müşmulligirin Küldür programımızga hoş geldinizler. Rahmat, intayin hoşal bulduk. Hazır hammalarning numarini ko'rib, hammamiz nayt bir hayajanlanib turibdik. Aldı bilan sizlarni shu ko'rmanlarga bir salomlarni yo'lg'ash, o'zinglarni bir tanishtiraytamizlar. Bir tanishaylik. Salam ustozlar, ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Lobnur Naylik Madaniyat idorasidan ismim Mansurjon Anvar. Ben Lobnur Naydin Gayri Medeniyet Varislarından bulumen. İsmim Kipaye Mehmet. Hoş bulduk. Salam, şu nef meydandaki bahalıqçı ustazlar, jabakeş, karxançı ustazlar hemen vaqt xayrli bo'lsin. Men özüm Lobnur Naylik Madaniyat yurtidan Turdiniyaz lazım bulumen. Hoş geldiniz aka, rahmat. Salam ustozlar. Men Lobnur Nayisi, xalq san'atkori Keriman Saud. Hoş geldiniz aka, rahmat. Salam ustozlar, karxanchi do'stlar. Men Lobnur Naylik Madaniyat tantarbiya idorasidan Arshidin Najmiddin bo'laman. Hoş geldinler, rahmat. Ben sizlerinin aldığındaki numaranlarga toymadım texi. Ondan yani uzunroq ma'yiliqi bit etishish texim jiqroq bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'larkan to'q. Qayta o'rlashtirib berasizlar bo'lmasa. Bo'ldi, chataq yo'q. Sizlarga kelimiz, charchamaymiz desanglar, Molligirin Küldür programımız har vaqt sizlarni qarshi oldik. Shu san'atkorlarimizni biz programmamizga taklif bilan keldik. Albatta, shu ustozlarimizning eng güzel tilakları, köngül sözleri var sizlerge. Sizlerni qizg'in qarshi olamiz. Sizlarni ko'rib bek hoş buldum. Bek hayajonlandim. Bizga müştaq sizlardagi xalq san'atkorlarining bo'lganligidan biz shunchalik faxrlanamiz. Sizlarga salomatlik tilayman. Har vaqt salomat, yaxshi turinglar. Texmo nadir, texmo nayt aktiv energiyasi bor nomerlarni ep kelib, bizning Küldür programmamizga davomli qatnashishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat, rahmat. Men bek hoş buldum. Aslınki bugünkü qadam tashrif qilishinglar bilan bizning texmo inovat obro'yimiz eshib ketdi, ustozlar. Rahmat. Fursat bo'lsa bizmi Lobnurlar berib, sizlarning shu hunar san'atlarini ko'rsak deymiz. Rahmat. Mush sahnaga davomli sizlarni taklif qilib turamiz. Rahmat. Xudo rahmat. Rahmat. Ustozlar, hozir Abdullah degandek bek hoş olduk. Bizninki bu programımızga yeni bir tus qo'shdinglar, yangilik qo'shdinglar. Bundan bek suyundik. Bu ikki qudularninki qo'shig'ininki, ma'v singlimninki oz bo'lib qoldi degini. To'ymadi-da, qonmadi. Bek chiroyli qopti, bek umdan bo'ldi. Shu bek umdan bo'lg'ashqa oz bo'lib qolganda tuyuldi bizga balkim. Qumul xalq ahanglari, Qashqa xalq ahanglari, Kucha xalq ahanglari degandek xosliklarning ichida Lobnur xalq ahanglari alayda bir odamning diqqatini tortadigan bir xil kuy endi. Har qanday yerda azroq bir qisqa bir yerda anglab qolsaqmi, darhol tuyib oladigan bir xil xoslikqa ega bir chiroyli melodiya. Shu go'zalliklarni bizning bu shu Molligirin Küldür sahnasiga ip kelganinglardan to'liq xush bo'ldim, minnatdor bo'ldim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sahnamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz.
Bizim küldür sahne soğandı ki, beyitini köprek kılıp, lopnor diyalektini yaxşırak tunuştuğan bolsanglar, texim yaxşı olarken tuk. Yani bir kettim kilesle, sizden karşı alımız, rahmet sizlerge. Rahmet. Yukarıda ustazlarımız sizlerning muş sahneyi kəyginalardan intayin minnetdarlığını bildirdi. Albatta hammamiz muş numaralarni yaxshi ko'rdik. Bizning programmamizdagi karxonchilarimiz o'zining eng esil sovg'alarini sizlarga hadiya qildi. Programmamizning tajdorligini olgan Molligirin silahlaşmaylari. Aldı bilan sizlarningki Molligirin kuldur programmamiz kəyginalarga qizg'in qarshi olamiz. Endi shuning bilan birga nihoyatda xush bo'ldim endi. Endi men sizlarga Maşinalar Abdul soğuqlay desem, Lopnor'da bizden rast məxsus dokunumuz yok. Korulda endi Korulda Lopnorlardan 60 kilometrede kelidu. Şununla ben sizlerinin muşu yaxşı bir numara ip yapsılar. Şununla sizlerine bir ayırpılan bilen ben Korulda yolu sep koysam. Ayırpılan bir Rahmet. Programımızı alayda talep kılgan çoğun ustam şirketinin çoğun soğukatları var. Yaxşımsızlar, hoş gelipsizlar. Ben Çoğustam şirketinin namıdan aile yürüyüşkiden her bir sanatga birden soğuqlay. İçin açık vaqtda diqqat qilib açsanlar, maşın chiqib qilish ehtimolli bor. Oltin üzük chiqadi degandek. Rahmat. Shunga shu mukofot chiqib qolib qolsa, bizning shirkat bilan aloqalashib amallashtira olsangiz bo'ldi. Rahmat. Programımızı alayda qo'llagan Sarkar şirketining ko'ngil so'g'isi bor. Salam. Xush kelibsizlar. Bizning shirkatimizda albatta sizlardek ustozlarga ko'ngil so'g'imiz bor. Men Şinjan Sarkar elektroskolar çekilish shirkatimiz bazar sağan oliy darajalik mikrodolqinli o'choqdan Viboludan birini so'qiysam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Jumbo Jonchi video mashin şirketining nomidan sizlarga aql ixtorliq yo'l boshlash sistemasidan har biringlar birdan so'ni qilsam. Rahmat. Ben Şinjan Çindil şirketimizning nomidan bizning şirketning aqsil talqanlaridan har biringlarga bir yurishni sovg'at qilay, ko'nglimizni qabul qilsanglar. Rahmat. Ben sizlarga Şinjan qo'shtiruv yuvish buyumlari cheklash shirkati nomidan kir yuvish, qoch yuvish suyuqliqlardan, parashutlardan sizlarga bir yurishdan sovg'at qilay. Yoqtirib iste'mol qilishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Şinjan Bergi Biopantexnik çeklik şirketimizmi albatta sizlarga ko'ngil so'g'isi bor. Bizningki Fairlas markamizdagi mushu arshon puchlanmamizdan har biringlarga bir yurishdan sovg'atlik qilsak, rahmat. Nazifa şirketimizning bir yurish chinqachilardan har biringlarga bir yurishdan sovg'at qilsak, yaxshi ko'rib ishlatishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Men Gumunaya Inaq Aile Yezilik Taraqqiyot Çeklik şirketi ishlab chiqargan 60 xildan ortiq mahsulotimiz bor. Shu mahsulotning ichidan bozorlik mahsulotlarimizdan ichki yurishdan sovg'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarga Ürümçi Yeşil Yaprak so'z chekligimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaprak markasidagi sağlam ozuqlanishga, ilmiy ozuqlanishga texmo yaqinlashgan Yeşil Yaprak markasidagi sap sulu yarmisi va qora bug'doy sulu yarmisidan hadiya qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat. Şahsat Eğiz Boşluqı davalash boshqarish şirketimiz her biringlarga 1000 yuandan ham shu Eğiz Boşluqı davalash kartasini so'qsam, o'zimizninki qulaylik bo'lgan, sizlarga qulaylik bo'lgan o'rinlarga berib, davolashni qabul qilib olishinglarni umid qilaman. Rahmat. Men Şinjan Volkan Sovet Çeklik şirketi nomidan şirketimiz ishlab chiqargan tabiiy jangal shortuzi ishlatilgan shortuz ko'plarninki har biringlarga 500 yuanlikdan e'tibor kartasi sovg'at qilay. Qabul qilganmisizlar? Rahmat. Albatta karxonchilarimizmi numronlarni intayin yaxshi ko'rganligi uchun o'zlarining esil mahsulotlarini hadiya qildi. Rahmat, javob chekdinglar. Mushu kuldur programmamizga yana qatnashishinglarni taqozomiz. Cho'qim mushu oldidagi numronlarni beyitib, biz qanğıda ko'rimanlar texmi yaxshi ko'rgidek bir tayyorlik bilan kelishinglarni umid qilaman. Haqiqiy import qilingan Abdul Molligirin. Kuldur, elni kuldurar.
Molligirin Küldür programımız nayeti yuqur kayfiyatda davamlashyapti. Onda xosa qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hashimko! Vay o. Hey Hashimjinika. Vay ha. Vay qini o'zlari. Ocho, şunda pul tepip bay olap tüşkürəvəsəm düşümünü buzub bu kimdi o? Kim o? Mən xizmət etdirdik Aygül. Xizmət etdirdik Aygül? Ha, vay yanım şu. Ne çıkın baldı anlamış benim davzamın aldın gitemeydi o. Hele oyunun avalını geleyim davatkan. Hele ayın tekşürümü davatkan. Hele nüfus iniqlayma, hele koykanlığın sani iniqlayım dep. Başka şey yok tek bu kızvalının. Mana ben. Oy. Hashimka yaxshi tutdingizmi? Qanday ahvolingiz? Köygününüzdeki tutum fikam. Shu uyingizning ahvolini egallay deb kirgandim. Sizning shuningdan boshqa nima ishingiz bor bu ishda? Ha? Uyning ahvolini egallaydim deb kirdi ekansiz. Bu Hashimka bu nim deganingiz hamda? Yo'q, endi siz bu hukumatdan maosh olayotgan kadr bo'lgan ekan. Bizdek bir g'arib qurbonning uyiga chiqqanda ancha-muncha uni buni ko'targa chiymamsiz deyman. Qarang Hashimka, bu siz har oyda tuvan turmush kapolat pul ilyapsiz, ilm unda deb ketmang. Tuvan turmush kapolat pul olguncha cho'qam qo'yatsizdan-a meningki. U pulni yobi yig'ib mana go'sh qilib biraqlab bermaydi ekansizlar. Oyda may qarang urishib ketparmiz deymi bu pulda. Bo'ldi. Qaqshma. Mening 2-4 ta savolim bor edi. So'ralib ham chiqdimi? O'tiring, men savolimni so'rab olay. Sizning shundan boshqa ishingiz bo'lmagan ekan. O'zingizni tashlab o'tirib so'rang afkam. Javob beraylik savollaringizga. Bo'ladi. Rost yengam ko'rinmaydi-ku. Ha? Yengam. Ha, bizning xotinmi? Bizning xotin emas, sizning xotin. Shu mening xotinmi? Ha, shu. Ketdi. Nima ketdi? Anasının uyup ketdi. Nimishqa? Şu yamanlap ketmandi xotin kishi degandan. Nim qilgandingiz yamanlap ketdi-da? Şu manda ama o'z jidal bo'lganki yamanlap ketdi ukam. Hey, Hashimka, mush yoshga kelgan nima jidal o'ynab yurdingiz saatlashib? Siz ishikdan chiganning yo'q bo'layotganda mening jidal. Pulning jidal ukam pulning. Yo, nim pulning jidal. Bu maklan o'tiring, men sizga deb Ha. Bir kun qarang. Men aramalab yotgandim-da. Bu xotin kapıldıgan çişiripti. Nima kapıldab kiribdi? Nima deb kapıldaydi? Palan xo'shimiz uy sopdi. Pokoni xo'shimiz kala opdi. Ma xo'shimiz balsini o'qitibdi. Xo'shimiz buni o'qitib tang cho'qam qo'yaverganda bismillah turib go'sh ketganman. Tasdiq. Anasini uy ketdi. Shuni gom qo'yapti ekanman deb akishtirib xotin kishini uvdingizdan, ha? Ma ketni. Akishtirib xotin kishini ulmagansa tayoq ketsam bo'lamdi. Ketdi deb qarab o'tirib kendim berib baxmidingiz. Kendim berib endi qaynonamni o'ylab uy tutib olmaydi xotin bilan. Ketdi shu. Bu sizga g'o. Men sizga desam bor qarang. Ha. Ash xotinning ketganimi nayt yaxshi bo'ldi. Qanday deysiz? Nima ish qilasiniz qarang. Men bunda o'tirib o'ylasam, bu xotin menga tekkanning yo'qi. Bu bir pullik foyda bilan manfaat yetkazib boqmabdi menga. Bu xalqning xotinlarga ancha sayponlik qilib, u yerda ishlab kivazdirib, bakmada pul topqini ko'rgan. O kesel köp so'ta yotidi. Hejlashdan boshqa nima deyman. Uningdan qarang. Ash qaynam tuqqan xotin bo'lgan ekan. Qaynamni o'yib ketib, yigirgini shu yerda islam og'zi ko'nmay bu yerda. Ey Hashimka, ma degan gapingiz qarang, qat'iy qamlashmadi. Bu xotin degan qarang. Ha, xotin degan nima? Bo'ldi, sizga mo gap qilib yurmay. O'zimning savolini so'ray. Demak, yengimiz Ansın o ilk gitti. Ansın o ilk gitti de biz koyma. Dedi bunu azıcık bir kızlar ekansız. Ras, ötken kirgende ras. 20 neçe kirgen bir inanız vardı. Köremeydi o. Ha, inim edip koşacağım mı? Hemen belimiz başlangıç mektepte mesme var. Oy. Sizin o edin bir ziyali çıktı da la okutkuşluklarında mübarek olsun. Çok kızlar kızlar ekansız siz. Boş mehalimiz ki başlangıç mektepte aram bitkizip xat necilep yazgan balı mehalimli kılalım diye de. Neymiş kılı demsen? Boğavellik kılı da. Amallık saklıkça. Maqılı. Qağıllaçın. Ya fikam. Siz beni kasten direktör atamsınız ya ma sualını kasten soru atamsınız. Mavegi siz muştan olan bir 6-7 kıtındaki çırp oldunuz. Xotin anısını dikkatde fikam mektep dışarıdım ben mana qağan at işek uzakla yığıldı ba. Boldi. Xapılmay oturun ha. Jil qıp qaptım xapılmana. Şunu bu sualını bilip durup soraverem siz deyme. Boldi endi mal çarvanızını soray. Sorun siz suamga şu qağan. Ma uyda kaldın qantısı var.
Kalıdın... İşkalı vacım bizden oydu. Aka. Ha? Rost bu o'tgan kirgan chig'imda bir svat aytdingiz. Kal bo'g'azildi ba? Bu o'tgan chiga vaqtingiz ko'rgan bo'g'itmas. Bu qanday bo'g'az yalaydi? Erkek bo'lsa bu. Men sizga desam, qarang o'tiring ha. Ha. Men yaqindan yoqman maktab ishlayotgan inim degan go'y. Taz gap anglamas chiqib qolding ha. O taqdi desam, bag'di deydi, birini desam, ishkin deydi. Şunun bilan bunun bir kuni yak dislab turib, go'sh qilib ekanman. Dot kala deb, kalni qatiq dizvatdim deyman ha. Hikoya qilib kechkilikcha. Ey Hashimka, qiziq odamda siz. Bo'ldi, o'tiring ha. Ma'qul. Kala ishga bizning oyda hozir. Biz to'rt tutib, biz chiqib yo'q. Qolgan chorvalaringizdan-chi qanchasi bor? Qolgan chorvaldan bag'ning to'yda bog'lab turgan eshakdan birisi bor. Ha. Andan men kentdan bergan bir qo'ydim, 5 qo'y bor endi. Qancha? 5. Hashimka. Ha. Bu o'tgan hafta kirgan chig'im tixi. On qo'y va'da deb xo'shulab ig'izlaringiz qulqingizga yetib tutgan-ku. Nim bo'ldi? 10 qo'yning baliq rasli o'tgan-da. Ha. Lekin bu ma'at tutsa bu. 5 qo'y qoldi shu. Qini 5 qo'y qini. Sotdim. Nimga sotdingiz? Shu pul lozim bo'lgandan sotdim. Hashimka, bu sizga to'van turmush kapolat pulingiz yetmayapti-da. Siz tushunamsiz, bu oil degandan chiqimchi bo'ldi ekan qarang. O'tiraman men sizga deb beray. O'tganda qarang. O'sha yomon kasal tortib, biqinma doktorxonaga bordim-da. Ha. U doktor menga bechov, sichov, siti, iti deb promosh bizimlik silib, o'tanga tosh chiqdi deydi. Bu tosh bir tushadigan bir shig'illik, sayliq topamagandek, meni o'tanga tushib qoldi bu tosh. Qanday qilamiz doktor desam, promosh pulni gapini qilyapti. Bu отчет qilmamiz desam, menga hamkorlik davolashidimi, bir pul to'lamayotgan ekansa, отчет olmaydi deydi. Shundan u pulning g'imida jonning og'riqida yursam, kent 10 qo'y taqib qoldi. Shundan 5 qo'yni men malimizga qadi qasab sotdim. Doktorxonaga chiqib yotdim, kesim davolab chiqdim emasmi? Pah, ajab bilash qipsiz. Yaxshi kallam ishlab qoldim ha. Shunda olabda. Shuning bilan hamkorlik sug'urtasi qatnashmaganning ziyon tatib o'tadingizdan-a? Ne diyeceğim bu da afkam? 5 qo'ydan ziyon tatib, nomus qilmay ziyon tatib. Siz matematik uqamsiz. Qanday? O hamkorlik davolash degan bizga ma inim to'laydi ekanman. Kesal ko'p xotin to'laydi ekanman. O'zim to'laydi ekanman. Ish kuchsiz qo'ydim pulni bir nopos to'laymasam, 1000 qo'ydek pul to'laydi ekanman. Nima ta'limimiz qilib og'rib qolsak bu отчет ekan. Ta'limimiz kelmay, og'rib qolmay qolsak bu pul bakar ketgan emasmi? Da keyingidan qitib oldi ekansiz. Uningda qarang. Ha, qo'ynim bekar bergan ekan. 5 qo'yni birib sotdik, doktorxonaga chiqib yotdik. Qolgan 5 qo'y foydasi qoldi. Mara yuriydi. Atagin go'shtigimiz kelsa, so'yimiz, yeymiz emasmi? Aka, bu qo'yni sizga bekor bergan qo'y emas. Sizni bir osh qo'yni yaxshi beqib, bir bayolamki deb bergan qo'y. U qo'sqichib kesib so'yib yesin, yoki bo'lmasa bir sitib qayjasin deb bergan qo'y emas u. Shu pul lozim bo'lganki sotdik. Bo'ldi, sizga ortiq gap qilmay. Qo'ydim 5 deb yozib qo'ydim. Qolgan bekorlik qo'yadi deb yo'q qilib aytgan qo'yning so'riqini aldirmay deyishib olamiz. Chimash. O'zing endi berganda so'riqni qilamiz deyapti. Ems qolgan masalalar bo'lmas bo'ldi. Men mangay. To'xtang. Atgandan yo'q so'raydigan savollaringizni so'rab bo'ldingizmi? Ha? Mush daftaringizni yuqoriroq betiga yozib qo'yapman. Mening dadim bor. Nima dadingiz bor? O'tgan bir kadrchi deb bizning mavega. Men o'yiltamiz yo'q ekan deydi. Qanday qilmam desam, siling deydi. Pul yo'q deb qarab turdim. Shundan aminoy mablag'i deb bir mablag' bor aka. Shundan tizmasangiz pul keldi dedi. Kent 10 qatim, bankka 9 qatim qatirab bo'ldim. 40 ming pul tushdi deganda 4 qo'y pulimiz tushmay emasmi? Ash pulni bir qilib turing menga. 40 ming qo'y. Ha, 40 ming qo'y pul. 40 ming qo'y. Ha. Bu Hashimka bu oldingi yil 9-oylar atrofida. Ha. Mush sizning kartangizga shu 40 ming qo'y naqd pul tushgani yodingizdami? Ha, buldi. Ha. 40 ming qo'y tushgan. Ha, shundoq. Shu pul shu. U menga tushdi pul. Ma o'ydi mendan boshqa inimda xotimni turdi emasmi? Shu ikkisiga ba'sanglar anda saqlama bu oyna. Aka, bu amin uy mablag'i degan bir uyga faqat birlik etim beriladi. O ma gapni. Endi bir uyga birlik etim berildi deb men inimni bir uy, o'zim og'a xotinni bir uy, o'zimni bir uy qilib 3 uy qilib olaymi bu pulni? Shu bir uyda 3 nopos yashagan ekan, 3 nopos ayrim 40 ming qo'ydim, 120 ming qo'y berishim kerak. Unda ish yo'q ichadi. Hamma yerda qozonning qulqi 4. Bir uyga faqat bir qitimla beriladi. Siz ash pulni-chi ayni vaqtda olgandan keyin
Endi aş uylarınız ne? O yetip kalgan tamlarınız ne? A buzulup ketken işiklerinizi bayım numus kılıp mı kapanma deme aşkınız ne? Onuş tölün vaxtıda. Cima aşımka. Endi bu bergen 40 ming pulun yetmese ben koydu egildik koyuna. Ha kalını, işekne, ilimle xotunu setip anı salamdım bu oyuna. Vay. Yetmesem de amal yok. Bu aşımka bu bergen meblağ tamamen yitida. Aynı vaxtda siz başqa yerga şaraq şuruq qilib xərcləyətgəndə endi valaq buluq çıxırıb xərcləng endi özünüzdə indi. Saraqlar qılmıdı mən. Mana bir yoq oyunu çıxırıb aldıq. Qışvaq mədək otunu qalaq qoyub oturmuz. Yazvaq olsa o'ylimiz kengre yotqan köpümüzə chiqib naq sarsaq şu yerdə uxlavurimiz emasmi biz? Aras, yanlış ne adım sep qoydunuz? Ha nimish ne? Ötkendiriz mavu oylu güzellendiriş, topiyan çıngtiş. Ondan yana birsiga sulu qo'birni deb to'liqlim berib atdi. Sulu qo'birniga 1000 koy berdi. Ha. O'yilnikiga 10.000 koy, 11.000 koy pul olgandingiz, ha? Shunaqa amelilishib qolganda, ha? Nima amelilishib deymi? Bu o'yilni qattiqlashtiringlar, siliq qiling deyotgansizlar. Buning sababi borku. 10.000 koy pulni versang, yer chopib turgan sarangloqamida men. Men sizga desam baqo qarang. O'tgan sizlar ishni oldik yo'lni. Mush o'yinli qilingan degan qattiq siliq asfalt yo'l qilib qo'yatgansizlar. Men inim degan dalto'y motoni boranda haydab yo'lda jang'ish qilib ketib 1 million pul ziyovuda. Nima kerak men mush o'yinni qattiq ham siliq qilib qo'ysam, atun qayoqqa vaqtida men g'irti teg'inib ketib jang'iga tushsam, u yer berim sunib ketmamda. Uningda mushta to'pida yumshoq tursin deyman. Ha. Bize aş bir moskilib o'xshab o'zinglar deyemay, bir bilan yo'l sepbasa. Ha. Ay yol yasagan biçarlık atıp yitip alsıldanglar. Yetib ağaçımız yok, ürtüdük bana. Tak o hisabatını ben tak anladım. Suluk o bir ne dedik kesildi ki. Mana? Bakın gördünüz mü? Açtın at erpi görsünüz karang. Manda o rekta atıp, manda şalı yatıp koygan haladımızı var. Tertimiz kısap ketken boz, dikkat ütep gidin, ben miyat bizden oturup durayım. Oş ötene men acık gap kılmay. Kanına diyen gap bu, ağzım geldi devir diken. O sizin o şipon tuhalık obirneriniz men bir təret qılğıl kirmidi. Men uyunuzun əvvalını igelligil kirdim men. İgellisiniz bağval şu. Bu yeydiğen aşkanımını seppilanmavasın bu çıkırgan halasılığın ne pıldayım ben de. Vay aka. Aş obirnerinin pulunu ağanda bunda özgertiş qilma. Bunda özgertiş qilma deb bir muncha va'dani berib bağan bo'g'aytdingiz. Endi u haq sharaq sanab 1000 koy pul urasa tinmaydim. Atmaydim deb ağlanmaydi. Qilimiz, itimiz deb turib alamiz. Qag'ini mush o'yning uchun nima ish ishlasak o'zimizning ish emasmi? Bu siz bu ahvolingizda aka. Namratlıqdan qutulib bo'la oladigan chiroy emasmi? Qo'y. Namratlık siz mush obirneni debsizmi? Namratlık qutulib bo'lmay o'xshay debsiz, ha? Men sizga desam qarang, bizning bu sara degandan qarang. Ketib berib qistab ketib qolsa, ichning kayni ketib, jirtib bijirmasak tugaydi qashib, nima qilamiz birmoch pulni xalasi deb. Men bir haqdan bir koydim pul chiqib ammiyo birini ochgandek. Aka bu idimdek gap qiling. Ha? Bu sizmi chitning kayni ketib bal qilsangiz, menmi chitning kayni ketib bal qilsam, mush tuvanda o'taqalning hamma sashdan qilsa. Bizning kentimiz nim bo'lmoqchi, ha? Bu hozir hamma yerda go'zal, madaniy kent qurmiz deb hammadan terishyotdi. Bu sizning nim deganingiz faqatlam kallamda o'tmadi. Hayajonlanmang ukam. Faqat hayajonlanmang. Bu gapni bachiq anladik biz. Bu madaniy yez qurmiz, yez kentni tuzlantiramiz, yez muhitini tuzaymiz deyotgansizlar. Bu bir siyosatda bu bir turdi. Demak, mushning bu siyosat tushgandan keyin uning to'liqliklari tang tushgandigda. Shu to'liqlikni joy-joyida bersanglar, tuvan turmush kapolat pulini o'stirib bersanglar, yanjoq gullansa, andan gullanmandan bu jutmalar. Aka, siz bu islom u to'liqlama, u tuvan turmush kapolati, bu tuvan turmush kapolati demay qarang. Qotandagi bikavaga mol chorvani bir yaxshi beqib boy bo'lingchi aka. Men qotandagi mol chorvani yaxshi boqamdim ukam. Yaxshi boqaman. Men o'zim yigidek namning tayin olmasa, uzoqni bilan boqaman. Jenimni boqamasam ishada. Balam beqish degan gapni keyin nima ish bor bilamsiz siz? Balam beqish uchun qaramaslik deb turay. Uning g'alab bermasa qo'ymaydi. G'alab bo'lash uchun uning qani samonini kepak ketadi, samon bo'lgandan keyin uning bug'doy tarimsa qo'ymay, bug'doy yatirimsa yatirib. Maash qo'lamdan kelmay juma afkan mening. Voy. Bu siz ash bo'lsa, ish bo'lmasa, yoz bo'lsa, qish bo'lmasa deb plan o'tirdigan chiroy. Ma gapni to'g'ri qildingiz siz. Mush gapni nihoyat jonliq qildingiz. O'ylab baqa, siz menga nima deb keldingiz? Siz bilan suhbatlashgili. Mana, men bilan suhbatni joy-joyida qilib, jadvallaringizni joy-joy to'shqizib, kentning yig'inda dodijang yaxshi xiybob qilsangiz, maoshingiz o'sa,
Mana siz şu bir köpülüm iş köklemik deb söhbetçisiz. Mana şu ottaqılım şu bir köpülüm iş köklemem deb oturdu bu yerda. Demek men şu endi şu bir köpülüm iş köklemem deb oturmam emasma. Maşta. Aka mı uylaştınızmı yo'qmi ha? Nimene? Mush qirg'anda qandama jinimni jon itame deb o'ylashdingizmi yo'qmi? Mayliga men sizga deb beray. Ha. Nimaligimi? Hozir qarang. Mush bizga namratgan, mushu sal, mushu beyammabdi deb tuvan turmush kapolat pul deb beryapsiz emasmi? Gibo. Mana men atogin yuqur turmush kapolat puli deb davboni kutvatim emasmi? Shu vaqtda beyima, shu vaqtda bir ko'p pulum shkoldi mening. To'xi dangal tushaydi, 3 jangal tushaydi deb. Bu siz endi nim deganingiz, men bu bikoyab yetib, tiximi namrat bo'laman demoqchiman. Yani manda o qarsam qarang. Ras. Sizda bir ig'ir kasal bor ekan. Uyey. Bakadim baka. Siz doktormi, kadrmi? Endi doktorimga siz qaldingizdan amalda. Hammiyatdan doktor. Endi mush siz meni kasal deb 5 qo'ynimni sotqizib bo'lsa, meni bir biroq namrat qilib bersangiz. Nerimda kasal bor ekan deb baqa, nerimda. Nerimda kasal bor ekan mana. Ey aka, men sizning qallangiz kasal bor ekan qallangizda. Uyey. Qallangizlar emas, hozir butun badaningizni o'rinliq chirmab ketibdi. Qallangiz kasal bor ekan deydi ya. Qallamga tashib qoldim ya yana. Qash tashib qolsin bo'libdi-ki, mush qallamga be. Bo'ldi. Bu sizdek manda bika talat odamlar bilan men gap talashib yurmayman. Men biz bugun mush kadrlar bilan deyishaylik sizning maslangizni. Men kon tutda siz bilan ko'risha olay. Menga bilib borlar. Menga Bakadim bakaq chirib adam taqtuqsan so'rab qo'yib, siz kasal vakin deb qo'yib chiqib bordi ya. Sarangmi bu? Ha, to'xtanglar. Mushu yezda mushu kentda rahbarlar bor edi. Uni demagan bilan o maqsad ish chaqirib qoldi ma qizlarni. Adganni yo'q mush qizlarni dikma oshani rahbarlik demaymanmi? To'liq bo'lsa kerak ha? Ma'qul. Mana mangdam. Endi singillarım programmamizga xush kelibsizlar. Aldi bilan o'zinglarni tanishtirgach bir salomlarni yo'llaytabsizlar. Yaxshimizlar, naq maydonlik ustozlar, korxonchilar, ekranlardagi ko'rmalar, managa Şinjan San'at Şöyeni radio televiziya rejissyorluq kasbining 4-yillik o'quvchisi G'olibjondan o'tiq salam. Ey, rahmat. Yaxshimizlar ustozlar, yaxshimizlar barliq. Korxonchi ustozlar, ekranlardagi ko'rmalar yaxshimizlar. San'at Şöyeni aktyorluq kasbida o'qiyotgan o'quvchi Mayra Mamatalidan sizlarga o'tiq salom. Sizlarga o'qish bitirmabsizlar. Albatta bizning ustozlarimizning fikrlari bor. Sizlarning etod o'ynashlik texnikanglar menga bek yaradi qaranglar. Shunchalik astoydil. Hech qachon bir laylab qoldigan yo bo'lmasa diqqat boshqa yoqqa chechildigan ish yo'q. Nima uchun desa, bular hozir dal shu o'rganyapti-da. Mana shu ishchilik qilyapti-da. Bu faoliyat uzilib qolmaydi buni o'quvchilarning. Mashq to'xtab qolmaydi. Mashq bor. Shu bilinib turdi. Bular yishni bilgari yo'q, o'zi bo'lyapti. Men sanlamman bek undan aktyor ekan. Ma yigit qo'shunda ikkilisi yaxshi aktyorlik ekan. Men buni bek yaxshi ko'rdim. Undan artistlar bo'g'idek deb. Rahmat. Rahmat. Radio, televiziya Rejissyorluq kasbi. Guangbian degan kasbi. Sizlarning bioyan kasbi darsinglar bor, ha? Bizga shu tanlan dars bor, men qatnashdim. O'zi qildi ekan. Izchil o'tmaydi. Ha, amdiliqi qatnashgan bo'lsangmi? Qanday qilamisan shu san'at kasbida o'qiyotgachqa mashq jarayonida puxtlandimi? Shunda yaxshi o'yindingmi? O'rin ush degandan ko'rildi. Yez kadrniki tövenge xizmatga tushgan kadrning roli bek yaxshi yorilibdi. Rahmat. Hamda shu teatr kasbida o'qiyotgan bo'lg'achqa inchki harakatlar hammasiga diqqat qilib yaxshi o'yindingiz. Temimi yaxshi ekan, rolni yaxshi o'yindinglar, oddiy, mazmunli. Men sizlarni qo'llayman, davomli ko'rib turishni orzu qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Aldıdan çırak bisivde. Sizlerden şundaq astoydillik, naytı qizg'in kayfiyatda bir mükemmel etotni o'rinlab chiqqanligingizni shunchalik suyundim. Bundan keyin shu kasbiy hayotingizda texnik nurg'unlagan yo'llar bor, nurg'unlagan sahnalar bor. Sizlar chiniqilgan, sizlarga yana fursat bekchiq. Shuning uchun bundan keyin texnik tirishib, kasbiy hayotingizda texnik yaxshi natijalar bilan bizlar yana ko'z ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Rahmat. Fikrlarim yuqorida ustozlar intayin yaxshi moyallashtirdi etotinglarni. Men shundaq menga intayin yardi.
Itotinglar baya deyilgandek ritmi intayin joyiga tushgan. O'zinglarni ishinib turib o'rinladinglar. Ikkilanlarning o'rinlash jihatdagi mahoratimi xil obdalli yuqori ekan. Andin buni bu itotinglardagi yana bir ortiqchilik til. Shundaq yerlik tillarga adam tetiydigan, shundaq qicham, Qashqarning halqi yerlik gap qilish uslubi intayin yaxshi namoyon bo'libdi. Bu balkim G'olib Shavkamningki ijodiyatidimi kirishgan, andikin sizlar repetitsiya jarayonidan to'xtamay pishiqlab ishlab qo'shilgan narsalar bo'lishi mumkin. Shuning sanmi ijodiyatini tashlamagan bo'lsa, intayin yaxshi yuqori saviyada o'rinladinglar. Ben sizlerge numara berime tirişinglar. Güldür sahnesi sizlerni her zaman qarşı alamiz. Rahmat ustozlarning baholarga yana texmi rangdar nomerlaringlarni mushu küldür sahnimizga akilishinglarni umid qilamiz. Albatta bizning korxonchilarimizning esil sovg'atlari bor. Programmamizning tajdorligiga mo'lligirini siniqlashmaylari. Men Karvon Mablag'chilik shirkati nomidan yanıla shu mo'lligirin Abdullari bilan asrash lozimni so'qsam. Buni mashinalar bo'lsa, mashin bo'lsa, akinanglar bor emasmi? Shularga o'tib pasanglar bo'ldi. Men qiltay. Dadam bor mening. Ammo shu asrash bilan ip bag'a vaqtlarda chek tatishni unutib qolmanglar. 50 yuandan 1000 yuangacha naqd pul mukofot chiqadigan chekni cho'qim tortinglar, ha? Har qaysi qaysi do'kon bo'lsa bo'ldi. Ma'qul. Rahmat. Programmamizni aloy talab qilgan cho'ng ustam shirkatining ko'ngil so'g'isi bor. Yaxshimisilar? Xush kelibsizlar. Menmi cho'ng ustam yemak-ichmak cheklik shirkatiniki ishlab bozorga solgan oila yurishkidan bir yurishdan so'qilsam, so'g'amni qabul qilsanglar, 600lik mashina chiqib qilish ehtimolligi pek yuqori. Jiq chiqyapti 600likcha. 600lik chiqib qolsa qo'lingizga solasizlar. Mashina bo'lsa haydasizlar. Haydab aktasizlar. Mo'lligirining Abdullarini Mo'lligirin. Abdul Elol deb tursam mashina mal bo'lib qoldigan chiroy. Aktasizlar. Uningdan boshqa ma qizchaqa 600likdan birini sovg'a qilsam. Rahmat. Rahmat aka. Programmamizni alayda qo'llagan Sarkar shirkati. Men shu Sarkar ijozat shirkatimizning 2000 har biringlarga 1000 yuandan 2000 yuanlik e'tibor kartasini sizlar ko'ngil so'z qilsam, rahmat. Tanam shirkatimizmi yaxshi mahsulotlarimizni sizlarga sovg'at qilgan bo'lsam, 2000lar berishdan sovg'at qilay, qabul qilgaysizlar. Rahmat. Bizim Cumhur Cumhuriyeti Vecihi maşinleri bütün Şincan'a meyildi ba. 2000'lara hazır vakti sağlayacak cilo yedim dok. Cilo'dan ishga so'nqilay. Rahmat. Men Şinjan Çindil şirketimiz ishlab bozorga solgan kozur mahsulotimiz, ya'ni yurak mingining shifosi bo'lgan qalb go'hir ichimligidan ishkilinglarga so'g'at qilay, qabul qilsanglar. Rahmat. Men sizlarga Şinjan qo'shtiruv yuvish buyumlari shirkati ishlab chiqargan shu Flow markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlardan bir yurish hadiya qilay. Qabul qilgaysizlar, yoqtirib iste'mol qilishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Yaxshimsizlar, xush keldinglar insonlarim. Bizning Bargi Biopantexnik cheklik shirkatimiz Fairlas markasida ishlab chiqarib bozorlayotgan mahsulotlardan har biringlarga 500 yuanlikdan iste'mol kartasi bersam, yoqtirganlarni tanlab setib bo'ldi. Qabul qilishinglarni umid qilaman. Güzellik sende ekrana deb men yanıla sizlarga güzellik so'g'at qilay. Texmo güzel chiroyli bo'lish uchun men bir yurish rangli kirim buyumlardan so'g'at qilsam, rahmat ada. Elimizga bo'lsa, shu bir yurish teri asrash mahsulotlarini so'g'at qilay. O'zingiz ishlatsangiz bo'ldi. Agar o'zingiz ishlatmay qolsangiz, uydagi mehribon opangizga so'g'at qilsangiz bo'ldi. Rahmat sizlarga, o'qishinglar natijali bo'lsin. Rahmat. Men Kommunaya Inoq Oila Yezilik taraqqiyot cheklik shirkatidan bo'laman. Bizning yurishlik mahsulotlarimiz bor. 60 xildan ortiq. Şu mahsulotlardan ichidan yaxshi bozorlik mahsulotdan bir yurish so'g'at qilsam, qabul qilgaysizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarga Ürümçi Yeşil Yaprak Soğutucu Çeklik şirketimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaprak markasidagi hem ichishga, hem yeyishga bo'ladigan attigini nashta qilishga ulgurmay qolgan vaqtlaringlarda yoki aldirib qolgan vaqtlaringlarda 3 minutdan nashta qilish ehtiyojimizni qamdayalaydigan Yeşil Yaprak sulu etkençe ichimligidan bir yurishdan so'g'at qilay, maktablarga xizmatchi xodimimiz yetkazib bersin.
men sizlarga sog'lomlik so'qsam har biringlarga 2000 yuanlikdan ham shu mulozimat kartasi so'qsam 2000 yuan ichida qanday davolash yoki sog'lomlik ig'iz bo'shliq sog'lomlik mahsulotlaridan sotib olsanglar kartani ishlatsanlar bo'ladi. Sizlarga shu bizningki Şinjan Volqon suv cheklik shirkatimiz ishlab chiqargan tabiiy jangal shortuzi qaytib ishlangan shortuz selintisidan 2 juz sovg'a qilgan bo'lsam, yaxturishonlarni umid qilaman. Albatta sizlarga rahmat. Texmo tayyorlikda yana shu kuldir sahnamizda sizlar bilan yuz ko'rishaylik. Bo'ldi. Salomat bo'linglar, fikrlarim xayr xo'sh. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Telefon 13 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Moligrin kuldir programmamizning bu soni